Pensiya yoshini 70 yoshga oshirish to'g'risida qonun qabul qilindi. Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Daniya Yevropada eng yuqori pensiya yoshini joriy qilmoqda. Daniya parlamenti mamlakatda pensiya yoshini 70 yoshga oshirish to'g'risida qonunni qabul qildi. Xabarda aytilishicha, joriy yilning 22-may kuni bo'lib o'tgan ovoz berishda 81 nafar deputat qonun loyihasini qo'llab-quvvatlagan bo'lsa, 21 nafari esa unga qarshi chiqqan. Yangi qonun 1970-yil 31-dekabrdan keyin tug'ilgan fuqarolarga nisbatan qo'llaniladi. Hozirgi kunda Daniyada pensiyaga chiqish yoshi 67 yoshni tashkil etadi. Ammo 1967-yil 1-yanvardan yoki undan keyin tug'ilganlar uchun esa bu ko'rsatkich 69 yoshni tashkil etmoqda. Mamlakatning ushbu qarorga kelishiga asosiy sabab pensiya yoshidan yuqori bo'lgan 80 mingga yaqin fuqarolar mehnat qilayotganligi sabab bo'lmoqda, deyiladi xabarda. Ya'ni ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, hozirda Daniyada pensiya yoshidan katta bo'lgan 80 mingga yaqin kishi faol mehnat qilmoqda. Bunga yaxshi iqtisodiy sharoitlar, ish beruvchilarning moslashuvchanligi, moliyaviy rag'batlar va mehnat qilish istagi sabab bo'lmoqda. Xo'sh, sizningcha bizning mamlakatda pensiya yoshi necha yoshdan bo'lganligi ma'qul deb o'ylaysiz? Albatta buni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.